Do'stlar, men E'zozaxon bilan ko'rishim kerak edi. E'zozaxon Namanganda chiqib ketganimdan keyin video joylashtirdingiz. Bizga keyin men va'da berdim. Kelaman, Namanganga kelaman ko'rishamiz deb, keyin orada sizlar Toshkentga kelmoqchi bo'ldinglar, keyin xullas biza kelishib Andijonda ko'rishadigan bo'ldik va E'zozaxon bilan Andijonda ko'rishdik. Rahmat kelganingizga. E'zozaxonning kontentlarini kuzatmoqman, juda ham zo'r. Omad tilayman. Har doim shunaqa pozitiv bo'lib davom eting. Xo'p, endi keyingi ko'rishimiz Namanganda bo'ladi. Men katta master klass qilaman, o'shanda kelasiz, bo'ladimi? 5 tashlang. Do'stlar, men E'zozaxon bilan ko'rishim kerak edi. E'zozaxon Namanganda chiqib ketganimdan keyin video joylashtirdingiz. Bizga keyin men va'da berdim. Kelaman, Namanganga kelaman ko'rishamiz deb, keyin orada sizlar Toshkentga kelmoqchi bo'ldinglar, keyin xullas biza kelishib Andijonda ko'rishadigan bo'ldik va E'zozaxon bilan Andijonda ko'rishdik. Rahmat kelganingizga. E'zozaxonning kontentlarini kuzatmoqman, juda ham zo'r. Omad tilayman. Har doim shunaqa pozitiv bo'lib davom eting. Xo'p, endi keyingi ko'rishimiz Namanganda bo'ladi. Men katta master klass qilaman, o'shanda kelasiz, bo'ladimi? 5 tashlang.